Kutilmagan vaziyatlarga uchrasak, ba'zida xayolimizga kelib qoladi. Men aynan shuni yomon ko'rgandim, peshonamga keldi-ya. Yoki voy tavba, hech qachon menda bunaqa bo'lmaydi deb o'ylardim deymiz. Va esimizga tushadi. Kimni va nimani qoralasak, bizga aynan o'sha vaziyatni yuborilishi. Nimaga beriladi? O'sha holatni his qilishimiz uchun-da, totib ko'rishimiz uchun. Shunda xursand bo'laylik, javobimiz u dunyoga qolmaganligi uchun. Tavba qilish uchun imkonimiz bor hali deganidir bu. O'zi kimnidir muhokama qilish insonni eng past darajadagi harakatlaridan biri hisoblanadi. Biz o'zimiz uchun advokat emas, aksincha o'zgalar uchun nima sabab u bunday qildi ekan deb oqlovchi bo'laylik. Boshqalarda ko'rgan kamchiliklarni o'zimizda tuzatishga harakat qilsak, shuni o'zi kifoya. Bir narsani aniq bilaman, biz uchun faqat Qodir Tangrining irodasi bor, bandasini emas. Agar u har bir tirik mavjudotini kechirsa va sevsa, unda biz yaratganini qoralash uchun kimmiz?